Hayyo, hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan Bekso'z do'stlar. Videomiz sizlar bilan birgalikda Car Parking o'zbek versiyasi chiqdi do'stlar. Bunda hozir Nexia bor, Damas bor, yana Cobalt bor do'stlar. Bunda oldingi versiyasi ham bor edi. Unda Malibu bor edi, Nexia bor, Gentra bor do'stlar. Bunda faqat 3 ta mashina bor ekan do'stlar. Xo'sh do'stlar, birinchi boshlab o'ramiz videoni. Gapni qisqa qilamiz. O'rnatishni ham hozir ko'rsatib o'taman do'stlar. Telegram kanalimda tashlayman bu modni. Bu mod egasi Cookies do'stlar, meniki emas bu mod. Xo'sh, tonirovkasi ishlamaygan, 100% tonirovka qilib yuraverasizlar. Xo'sh, balonlar ishlaygan. Balonlar kichkina bo'lib, ana to'g'rilab yuborsangiz bo'ladi. Mana knopkani bosmaysiz, kichik interior degani. Rasvo bo'ladi do'stlar, uni bossangiz. Xo'sh, motor qo'yamiz. Bu mod versiya bo'ladi. Bu bilan original ulanib bo'lmaydi do'stlar. Sizga ham ko'p odam savol berar ekan, shunday deb mod bilan original ulanib bo'ladimi? Yo'q do'stlar, bo'lmaydi. Keyin men original o'ynayman, mod emas do'stlar. Xo'sh, bu versiyani men umuman o'ynamayman. Yoqmaydi menga mod versiyalar, o'zi original Car Parking zo'r do'stlar. Xo'sh, agar sizlar drift qilmoqchi bo'lsanglar, mana bunday qilamiz. Grafikani maksimum qo'ysanglar ham qotmaydi do'stlar, bu eski versiyasi bo'lganligi uchun. Xo'sh, buni bunday qilamiz. Drift qilmoqchi bo'lsanglar, bularni o'chirib qo'yasizlar do'stlar. Sizlarga shuni maslahat beraman. Sal netaroq drift qilayotgan do'stlar, bilmadim nimaga bog'liq bu. Lekin shunaqa damazimiz bor endi bizani. Xo'sh, ko'p turgan edi. Вообще drift iti. Hoppa, sal urib oldik. Xo'sh, buni bitta rasm olib qo'yamiz. Mana bunday rasm olamiz preview uchun do'stlar. Bundayroq qilamiz. Shiqiq anaki do'stlar. Xo'sh, bu Damas bo'ladi. Damasimiz modi bo'ladi, Damas mod. Salon yo'q do'stlar. Salon ko'rib turibsizlar. 5 salon. Bilmadim do'stlar. Xo'sh, nima deyman? Bu mod Telegram kanalida video oxiri qanday o'rnatishni ham o'rgatib boraman do'stlar. Xo'sh, Damasni ko'rdik. Endi biz Cobaltga kelamiz do'stlar. Cobalt. Xo'sh, Nexia do'stlar. Mana Nexiadan boshlaymiz do'stlar. Ko'p turgan Nexia ham zo'r. Rangi o'zgaradi, qora, oq, har xil rang qilsalar bo'ladi. Menga oq rang yoqadi Nexiani. Xo'sh, diskani ham har xil bor. Menga nima deydi buni? Mana shu diskani ismi yozib qoldiringlar do'stlar kommentga. Birinchi yozgan odamga like bosib qo'yaman. Zo'roq hammaga ham like bosaman. Mayli do'stlar. Xo'sh. Bunday qilamiz. O'yinni boshlaymiz hozir. Tezroq kirsa ekan burloy ham. Xo'sh, Nexia old balon tortadi. Old balon tortish uchun nastroyga kiramiz, car settingsga kiramiz, FVD qilamiz do'stlar. Endi ko'rib turganingizdek old balon tortaymiz do'stlar, mana. Voy, ozgina urib oldim. Ko'rib turibsizlar, bu old balon tortadigan qilish edi do'stlar. Xo'sh, buni ham salon yo'q adashmasam. Salon yo'q, mana bunker. Bunker degan mana shu polni qop-qora tonirovka qilsa bunker deyiladi do'stlar, bilmaydiganlar bo'lsa. Ko'rib turganingizdek, bundan keyin ko'p joylar yo'q, kartasi boshqacha mana do'stlar. Keyin men futbolga bordim, to'da bordim degan videolar yo'q bunaqa joylar do'stlar. Xohlasanglar shu versiyada ham video qilamiz do'stlar, lekin buni qizig'i yo'q menga, chunki mod umuman qiziq emas do'stlar, mod versiya Car Parking do'stlar. Xo'sh, buni ham ko'rdinglar, personajda ham kiyimlari kam, ko'rib turganingizdek. Shu menuslari shular do'stlar. Hozir katta bolalar qilamiz do'stlar buni. Sochlarni to'g'rilaymiz. Qora shton. Achkisi yo'qmi? Achki yo'q ekan, adashmasam. Achki yo'q ekan do'stlar, mayli. Xo'sh, endi eng asosiysi Cobalt do'stlar, Cobalt do'stlar. Xo'sh, bunga ham katta motor qo'yamiz. Chaq. Adashmasam vinillar ham bo'lish kerak edi. Yo'q ekan do'stlar, vinillarimiz yo'q ekan bizani. Vinil qo'yban bo'lmaydi, nima iloji bo'lganda. Xo'sh, buni tonirovkasini o'zgartirsa bo'ladi, ko'rib turganingizdek. Har xil rang tonirovka qilsa bo'ladi, farasi ishlamagan, mayli do'stlar. Mod egasi aytgandek, men emas, Cookies degan bola. Taniydiganlar bo'lsa kerak Cookiesni. Xo'sh, buni ham hamma joy ishlaydi, chotki do'stlar, migalka sal ichiga kirib ketibdi. Mayli do'stlar, migalka kerak emas bizga. Menimcha o'sha onlaynda ham odamlar bo'lsa kerak do'stlar, bilmadim. Ko'rib turganingizdek, mana Cobaltimiz. Ikkinchi skors ko'ramiz, uchinchi skors. Men ham FVD turgan o'sha old balon tortyapti. Ko'rib turganingizdek, dutasi bo'ladi. Aeroport ham bunda boshqacha do'stlar, eski versiya bu Car Parking, o'sha uchun
Aeroportlari boshqacha do'stlar. Voy, qattiq urib yubordim. Xo'sh, bir rasm olmabmiz-ku, do'stlar, rasm olmabmiz. Hozir buni bundayroq qilib rasm olamiz preview uchun. Shipoq mana ham bitta rasm olib qo'yamiz do'stlar. Qo'sh ko'rganingizda ham Cobalt'ni ham ko'rib yubordik bitta, boshqa mashinalar yo'q do'stlar. Afsuski. Hozir Nexia'ni ham olamiz, bitta shipoq etib rasm tushirib yuboramiz. Preview uchun. Xo'sh. Nima deymiz? Men hozir kuchli telefonda o'ynayapman, shuning uchun uncha qotgani yo'q. Adashmasam FPS da oshirib bo'lmaydi-ya bu yerda. Ko'rib turgan filtrlari ham ishlaydi do'stlar. Menga mana bu filtr ko'proq yoqadi, yorug'roq. O'sha uchun shu filtrda o'ynayman, lekin rasmiy hozir filmik filtrda olamiz, chunki ikki xil bo'lib qoladi. Xo'sh, mashina pachoq bo'lmaydi, shunisi zo'r do'stlar. Pachoq bo'lmagan yaxshi o'zi. Buni ham bunday qilib bitta rasm olamiz. Xo'sh. Shipoq. Salbiy o'rog'dan shipoq. Manadan shipoq. Xullas do'stlar, ko'rib turganingiz o'zbek nimasi, hozir buni o'rnatishni ham o'rgataman do'stlar. Xo'sh do'stlar, birinchi bo'lib Telegram kanalga kirib olamiz do'stlar. Yuklash uchun mana Telegram kanal silkasini ko'rib turibsizlar. Agar ja topolmasanglar, mana poiskga Bextuz yozsanglar, mana mani nimamda profilimda chiqib turadi do'stlar kanalim. Xo'sh, mana mod do'stlar 500 megabaytlik ichida mana ko'rib turibsizlar. Mana poiskga topolmasanglar, mana bu poisk bor. Xo'sh. Mana bu poiskga KPM yozasizlar, mana chiqadi do'stlar. Xo'sh, buni o'rnatish uchun buni ustiga bosamiz. Menda ikkita chiqadi, sizlarda chiqmasligi ham mumkin bu narsa. Shuni ustanavit qilamiz. Kutamiz ozgina va ustanavitni bosamiz do'stlar. Keyin ozgina kutamiz. Mana bunday narsa chiqadi do'stlar, sizlar chiqdi. Redmi bo'lsa bilmayman nima qilinadi. Samsungda shunday narsa chiqadi do'stlar. Android motorda. Xo'sh, mana bu Seravni ustanavit degan knopka bor. Mana shunday bosasizlar. Использовать pin kod, kodinglarni yozasizlar do'stlar telefoninglarni. Xo'sh, mana открыть deb bosasizlar, keyin o'ynab ketaverasizlar do'stlar mana. Bunday zakrit qilasizlar. Xo'sh, kiradi do'stlar ozgina. Mashinalarni ham ko'rsataman hozir sizlarga. Mana da mashina chiqadi do'stlar. Mana Damas ko'rib turganinglardek. Rangi bunaqa bo'ladi. O'zingizlar rangini o'zgartirib diskga qo'yib olsanglar bo'ladi do'stlar. Xo'sh do'stlar, bu videom shulardan iborat edi. Hammaga rahmat, hammaga xayr do'stlar, sog' bo'linglar, omon bo'linglar.